Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabında biz bugün yanıla hayız hakkındaki kitabını okuvatımız. Bugünkü bu hayız barısında İmam Bukhari rahmetullahi aleyh adette hayız küllerden başka normal haletteki küllerde oyallarının mesela oldu azadın serikrak yoki to'pranrak layıg'mayliroq ya'ni kulranrak holatdagi suyuqlikni ko'rgan bo'lsa bu qanday bo'ladi ya'ni hayz bo'ladi bo'lmamdi degan bab haqida to'xtalmoqchi. Bu 326 numurliq hadis imom buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Qutaybat ibn Sa'id hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu imom buxoriyniki buyuk ustozlardan. Bu kishi Afg'onistondagi Balaxga joylashgan asli o'rni shu yerda hamda. Başta tercümali asasen ötüp olgan. Şundak bolsunmu hamda qayt bir tekrar. Bu adam Hicriye 148 yılı tug'ilgan. Hicriye 240 yılları etrafında ölüp ketken. Ahırı şu sefer qilgan o'rinlari yoki muqimlashgan o'rinlari Iroq. Iroqlarda shu Makkalarda shu hadis ilmi bilan shug'ullangan. O'zi anayat mustahkam, mazbut, ishonchli degan nomlarga erishgan. Qolgan tarjimonini boshda o'tgan shaklda shu yerda murojaat qilsak bo'ldi. Bu zot deydi bizga Ismoil hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda bu Ismoil kim bu deganda Ismoil ibn Ibrohim ibn Muqassam yoki Ibn Aliya nomi bilan mashhur bo'lgan o'zi daniq muhaddislardan hofiz laqabiga erishgan hadis ilmida. Tigi Kufilik adam. Kufa Iroqda Bag'dodda yerleşken. Çünkü Bag'dod ayni vaqtida şu asasen şu islom markazlari, islom o'choqlari eng büyük poytaxt hamda dunyoning ko'zi hisoblangan paytlarda o'zimi o'z vaqtidagi nihoyatda doniq muhaddislardan hisoblandi. 110-yili tug'ilib hijriya 193-yillar atrofida Bag'dodda o'lib ketgan. O'zi hofiz, ishonchlik, hujjat degandek bunda hadis ilmida imomlik martabasiga erishgan buyuklarniki biri. Demak bu allomami islom dunyosida ayni vaqtida nihoyatda zo'r hadis ilmida ko'plarni qo'shgan bir jangovar imomlarniki biri. Bu zot hamda Ayyub degan kishidan rivoyat qilyapti. Hamda Ayyub deganimiz Ayyubi Sexitiyani nomi bilan mashhur bo'lgan Basrniki buyuk muhaddislarniki biri. Hijriya 66-yili tug'ilib 131-yili o'lib ketgan hijriya. Milodiya 748-yilda to'g'ri keldi o'lib ketgan vaqti. Ham shundaqla bu odam shu tobiinlarniki sardorlardan, o'zi Iroqniki donglik faqihlardan. Abu Bakri nomi bilan mashhur laqabi, kunyasi. Abu Bakr Ayyub ibn Abi Tamima deyiladi. O'z vaqtida nihoyatda donglik muhaddislarniki olqishiga erishgan odam bu. Mesela Muhammed ibn Sirin shundoq deydi. O mesela Ayyub hadis so'zlab bersa, "Menga saduq, ya'ni rostchil bir odam hadis so'zlab berdi." Bilan maqtanib, so'yinib ketadi deydi. Chunki o'z davrida shu Iroqniki eng buyuk allomlardan, faqihlardan, sunnat ya'ni hadis ilmidagi buyuk olimlardan hisoblandi. O'zining taqvodorligi, ilmning nihoyatda mo'lligi, yani hujjat xarakterlik ulamo deb bir qism ulamolarniki buyuk baholariga erishgan. Hem shundoqla bu odam ilmdan boshqa o'ziniki taqvolik bilan bakrak mashhur bo'lgan. Masalan kechalarda namoz o'qiydi ekan, lekin yo'shirdi ekanda namoz o'qiganligini. Namoz o'qiganligini yo'shirib, aytganda bomdod vaqtida qo'pab ovozni ko'tarib qo'ydi ekanda, masalan hozir qo'pqandek shaklda. Yani demak o'ziniki zoitligi, ixlosi bilan islom dunyosida o'z vaqtidagi ulamolar orasidagi nufuzga erishgan buyuklardan. Yani biri bu adamniki zoitligi o'zining shu hokimiyat beshdagi Umayyalar bilan bo'lgan munosabatda o'zi yiroq tutgan. Masalan Yazid ibn Valid degan donglik xalif bo'lganda Umayyalarniki. Bu xalif bilan ayni vaqtida xalif bo'lishdan burun do'st, og'ayni. Lekin Yazid ibn Valid xalif bo'lgandan keyin Alloh duo qilib, "Ey Alloh, meni shuni qalbidan bir unuttirib etgin" deb Alloh duo qilgan. Demak, xaliflar bilan bo'lgan munosabatdan bu odam imkon bor qichiq tirishgan. Bu odamniki buyuk so'zlardan masalan inson bir ishki xislat bo'lgan vaqtida bu odam odam deydi. Ishki xislat tepilgan vaqtida bu odamda
Başkalarının huzurida hürmetke erişidi va yoki to'g'ri durust odam bo'ladi dedi. Ikki xislat tepilgan odamda. Biri boshqalarningki qo'lidagi narsadan tomoni uzish. Buningda ko'ngilda tamoqurlik qilmaslik, manfaat o'y bo'lmaslik boshqalarda. Boshqalardan manfaat tuyg'usi bo'lmagan vaqtida yana birisi boshqa insonlardan yuz bergan bir qism taqsirotlar, ayb nuqsonlarga ko'mak selilish. Mush ikki xislat tepilgan vaqtida bu inson to'g'ri durust odam bo'lgan bo'ladi deydi. Bu nihoyatda cho'nqur hikmati va asosi va so'zkin. Chunki insonni bu tama vayron qiladi. Insonni munofiq qildig'ini tama. Chunki mol dunyo, mansab, boshqa turli havaslar tamosi insonni oxirida munofiq bo'lishga haydakchilik qiladi. Po'doqchilik qilishga yuklaydi, sababchi bo'ladi. Uning orasida mush kishilar orasidagi munosabatlarda asosan bilmaslik sililish yaxshi bir odat. Bilmaslik vaqtida adovatdan, fitna fasoddan, gap so'zdan qutulg'ili bo'ldi. Demak, bu ijtimoiy munosabatdagi ikki muhim bir to'rilik asosini bu odam o'tirib. Endi bu zot Muhammaddan rivoyat qilyapti. Muhammad bo'lsa Muhammad ibn Sirin tarjimali boshda o'tgan. Muhammad bo'lsa bu hadisni rivoyat qilgan zot Ummu Atiyyadan rivoyat qilyapti. Ummu Atiyya danglik sahoba ayol. Bu ayolning tarixini bir necha kun oldida so'zlab o'tdik. Bu ayol deydi. Biz ma qonning to'pirang layroq shaklda, lay shaklda kelgan qon bilan seriq qonni biz hech narsa yesa olmaydik. Endi bu ayollarniki hayzga munosabatlik emas. Endi bunlar demakchi bo'g'ini amaliyotda hayzqini o'zini aytdi qora, qo'yg'iroq rangda keladi. Odatda har oyda ayollarniki maxsus keladigan odatlari bor. Alloh subhanahu va taolo ayol kishiniki tabiatida, fitratida buni yaratgan. Bu qon to'xtagan vaqtda cho'qim ayol kishi yuyinib namoz o'qiydi, odat bu pokiz bo'lgan bo'ladi. Endi mushu odatdagi normal vaqtlarda masalan seriq rangli yoki to'proq layroq shakldagi boshqa shakldagi ranglik qonlarni ko'rgan bo'lsa, buni endi asosan xuni istihodan tomoning qini deb buni hayz qini salomatda chiroyli ta'latni deb namozni o'qiyveradi degan bo'ldi. Bu ayolniki demoqchi bo'lgan so'zi shu. Odatda seriqroq, jiring rangda keladigan mushtaq qonlarni biz hech qanday hayz salomaydik. Bu to'g'riliq ham texnik tafsili izlanish uchun bu ayollarga xos fiqhiy masalalar. Buni shu chunqur fiqhiy kitoblarni asos qilib turib, hadis kitoblar bilan bog'lab murojaat qilgani texmi yaxshi, texmi avz. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 327 numberlik hadisniki bamida irqul istihaza, ya'ni ayol kishiniki xuni istihoz qinini to'g'risida to'xtalib o'tdi. Boshda biroz o'tgan shunaqdimi hamda 327 numberlik bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga İbrahim ibn Munzir hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Imom Buxoriyniki ustozlardan. O'zi İbrahim ibn Munzir al-Mughira al-Asadi, yani Asadi Bani Asad qabilasidan. İmam Malik, Sufyan ibn Uyeyne qatorliq ulamolar bu kishiniki ustoz bo'ladi. Imom Buxoriy, Ibn Majah, Imom Termiziylar bu kishiniki shogird bo'ladi. Hijriya 236-yili, ya'ni milodiya 850 yillarga to'g'ri keldi. Bu odam deydi bizga ma'an hadis so'zlab bergan edi deydi. Ma'an hamda Ma'an ibn Isa yoki Abu Yahya Ma'an ibn Isa nomi bilan mashhur. O'zi Imom Malik rahmatullohi alayhiniki katta shogirdlaridan shu o'z davridagi danglik muhaddis hadisshunos 130-yillardan keyin tug'ilgan Imom Malikda va uning boshqa katta muhaddislarda o'qigan Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madina qatorliq, Yahya ibn Ma'in qatorliq mashhur muhaddislar bu odamniki shogird bo'ldi. Ham ulamolarniki baholariga ko'ra bu odam to'g'riliq ijobiy, yaxshi baholar bo'lgan. Masalan, Imom Malikning shogirdlari ichida eng ishonchlik, eng mazmut bir odamdi deb shundoq ta'riflagan. Bu odammi o'zi shu savdogarchilik bilan mashg'ul bo'lgan. O'z vaqtida masalan shu Madinada shu pil qurtini beqib, shuning ilm sitim savdosini qilib shug'ullangan.
O'ziniki masalan shu ishlamchilari bo'lib, shu ishlamchilariga qullar deymiz. Shularga shu pilg'uzaklarni tashlab berib, shu yerda to'qimchilik bilan pilg'uzakida kiyim, raq to'qish, o'sha ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. 198-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Demak, o'zini amin, mazbut, ko'p hadis rivoyat qilgan, ishonchlik qatorliq nomlar bilan mashhur. Shunga bu odamni Ma'an ibn Isa al-Qazzaz deymiz. Qazzaz degan bu yerda pili g'o'zik sotadigan yoki pil g'o'zakchi degan mazmundagi. Bu olim deydi, menga Ibn Abi Zib hadis so'zlab bergan edi deydi. Ibn Abi Zib mashhur ismi bu. Amaliyotda eng asli ismi, otasi qo'ygan ismi Muhammad ibn Abdurrahman ismi bilan mashhur. Hijriya 80-yili tug'ilib, 159-yili o'lib ketgan. Ya'ni milodiya 775-yillarda to'g'ri keldi. Bu hadis rivoyatidagi mashhur tabiinlardan hisoblanadi. O'ziniki mazbutligi hadis ilmida, ham taqvodorligi, obidligi, faqihligi bilan mashhur. Bu odam ayni vaqtdagi donglik shu Abdullah ibn Abbosniki shogirdlari, xizmatchilari, imom Zuhri qatorliq buyuklardan hadis rivoyat qilgan. Bu odamning buyuk donglik shogirdlaridan Yahya ibn Qatton, Yahya al-Qatton, Abdullah ibn Muborak qatorliq buyuklar bu odamniki shogirdi bo'ldi. O'z davridagi o'ziniki taqvolik bilan mashhur. Masalan, bir kun ro'zsa, bir kun ro'z tutmaydigan. Ro'zni mushtaq uzun muddat bir umr mushtaq davomlashtirib kelgan. O'zining turmushini g'urgil, oddiy sadda, oddiy yemak-ichmaklari bilan kiyim-kechaklari oddiy yashaganda, lekin haqdan qo'rqmaydigan, botilni darhol inkor qila oladigan, bir kimning qash ko'ziga qarab qolmaydigan, ibodatda rostchil, kechalarda qiyomda turadigan, demak o'ziniki ibodatiga mustahkam turgan odamlardan biri. Shunglashqa Imom Ahmad rahmatullohi alayhi bu Imom Malikdan bekrak haqiqatni bek barpo qilgan taqvo edi deb shunday sifatlaydi. Masalan, Abbosiylar xalifasi Mansurning qashiga kirgan vaqtida haqiqatni deyishdan hech qanday yoltib qolmagan yoki gangirab qolgan emas. Hatto Abu Ja'far al-Mansur shu o'z davridagi Abbosiylarning eng donglik ikkinchi xalifasiga kirib bilan shu nasihat qilgan shaklda bu atrofingda shu ishkini oldida zulm qaynab turdi mana deb shunday haqiqatni jar sala oladigan nasihat shaklda qarshilik sifatida emas, qarshilik shaklda emas, nasihat shaklda o'ziniki to'g'ri deb qaragan e'tiqodini yoki fikrini darhol o'tirib qo'ya oladigan buyuk solihlardan. U o'z davridagi o podshohlarga o'ziniki gapini aniq deyilgan bilan ular bilan tang ibodat qilib, tang hamsuhbat qilib, do'stlikni birga o'tira oladigan odam bu. Demak, muhabbat nafrat maydoni aniq. Qanday holatda masalan do'stlarni muomala qilishni, qanday vaqtda masalan shunga to'g'ri jamiyat to'g'riliq, davlat to'g'riliq gap qila oladi, o'z joyida qo'ya oladigan odam bu. Shunglashqa Abu Ja'far al-Mansur bilan Imom Malik bilan shu Ibn Abi Zib birga haj qilganligi qayd qilingan. Madinadagi donglik faqihlarning biri. Bu zot o'ziniki ustozi Ibn Shihobdan rivoyat qilyapti. Ibn Shihob necha qatim tarixi o'tdi. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydulloh ibn Abdulloh ibn Shihab az-Zuhri Hijriya 124-yil o'lib ketgan. Bu donglik Madinadagi buyuk ulamolardan. Bu odamniki 2200 hadisi xotirlangan. Bu kishiniki tarjimadan boshda o'tib bo'lgan. Yani qayta takrorlamaymiz. Bu zot hamda Urva'da rivoyat qilyapti. Urva ibn Hisham. Bu kishining tarixi o'tgan. Bu kishi hamda Amrdan rivoyat qilyapti. Amr kim? Ayol bu. Amr bint Abdurrahman al-Ansariya. Hijriya 29-yili tug'ilib, 106-yili o'lib ketgan Madinaning donglik tabiin ayollardan. Hem shundoqla o'z davridagi donglik katta muhaddisa ayollarning biri. Bu ayolniki cho'ng dadasi Sa'd ibn Zurara degan kishi, sahoba edi. Cho'ng dadasi shu. Bu donglik o'sha ansariylarniki Aqaba bayat kechasida Asad ibn Zurara degan kishiniki ini so'ladi. Asad ibn Zurara degan donglik sahoba, mashhur. Shu kishi hamda
Bu ayolniki çoğu boğullarınki biri bolundu. Bu ayol Ayşe anamızdaki huzurda çoğu boğan. Şu uyda biriş keliş, çıkıp keliş aletleri boğan. Şu jarayonda Ayşe anamızın nayati köp hadislerini anlagan, Ayşe anamızın kolunda okugan. Şuңlaşqa Ayşe anamızınki hadisi rivayet kılışta keyinki tabiinlar, keyinki muhaddisler muşa ayolni izlep Ayşe anamız sizga nim dep bergandi dep köp hadislarni muşa ayoldan izlep topadigan, so'raydigan bo'lgan. Hatto Ömer ibn Abdülaziz degan şu Umayyalarniki dağlı halifesi Adil Padişahı bu hadisni toplashni şu adam qaror qilgan go ayni vaqtida Madinadagi qozisi vaqtida. Şu vaqtda bu hadislarni toplash buyruqini bergan vaqtida Rasulullah'niki hadislerini toplanglar, burunqi şu hadis sünnetlerini toplanglar, muş Amraning hadislerini toplanglar deb alayda xoslashtirgan. Demek bu öz vaqtida ko'p hadislarni biladigan dağlıq tabiin ayol. Toplanglar bu hadis ehli o'lib ketib qolsa bu ilm yo'qolib ketmasin deb ensizlik bilan şu hadis ilmini toplashga buyurgan. Demek bu öz vaqtida xalifalarniki shu Umar ibn Abdulaziz Vodiylarniki ko'ziga cheliqqan buyuk muhaddislar qatorida. Bu ayolniki ustozlari mesela Ummu Salima radhiyallohu anha, Ayşe onamiz, Rafi ibn Hadij qatorliq sahobalar. Undan boshqa bu ayolniki shogirdlari Ibn Shahab az-Zuhri deymiz. Undan boshqa Sa'd ibn Sa'id, Sulaymon ibn Yasar deymiz, Urvat ibn Zubayr deymiz, dağlıq meşhurlardan. Shularniki hammasi bu ayolniki shogird bo'ladi. Ayollardan masalan Fatima bintil Munzir deymiz. Bu mu? Shu Zubayr oilasidan. Shu shogirdlar bo'ladi. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu ayol haqida baho berib, olim, faqih, hujjat, ko'p ilmli ayol deb ta'riflagan bo'lsa, İmam Zuhri rahmetullahi aleyh men bu ayolning huzuriga kelib ilm o'rgangan vaqtimda bir dengiz ekan, qurmas dengizni tepib oldim deb manda xushalligini ifodalagan. Ali ibn Madini degan muhaddis bo'lsa, ulamolar ichida eng buyuk ishonchli ayollarning biri, mazmut ayollarning biri. Yahya ibn Ma'in qatorliq hadis ulamolari bu ayolning hadislarini ishonchlik degan baholarni bergan. Bu ayol Ayşe anamizdan rivoyat qilyotdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng sevimli ayollaridan biri. Endi bu hadisda Ummu Habiba degan ayol 7 yil xuni istihaz bo'lgan. 7 yil, 7 yil shu oldidan shu qon to'xtamaydigan mushtaki kasal bo'lib qolganda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan bu haqda. Rasululloh bu ayolga javob berib, "Juyning" degan. Men bu degan tomoning qini deb. Bu ayol har namozga yunatdi deydi. Demak, 7 yil yungan bo'lsa kerak, har namozga yunib farat oladi. Bu Ummu Habiba Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana bir sevimli ayoli Zaynab bint Jahshniki singlisi bo'ladi. Ummu Habiba bint Jahsh kunyasi Ummu Habiba. Bu ayolning ismini ba'zilar mesela Habiba edi debdi. Bu Jahsh oilasi islom zo'r qurbonlik bergan oilalarniki biri. Bu Ummu Habiba binti Jahsh bo'lsa Abdurrahmon ibn Avf degan danglik sahobaniki ayoli. Odatda bu hayzqini degan bu salomatlikning ifodasi hayzqini. Chunki Alloh subhanahu va taolo ayollarga har oyda shunday ma'lum vaqtda keladigan qilib bekitgan. Bu odatda ayol kishining salomatligiga munosabat foydali salomlikning ifodasi. Lekin bu xuni istihaz qini bu davomli qiladigan qon bu kasallik alomat tomodik qonninki buzilganlik. Bu odatda shu hayz qini keladigan vaqtdimi to'xtamagan ahvol ostida davomli bu uzilmagan holatda saqlayib davomli qilgan qadar bu uzilmaydi-da bu odatda. Bu hadisda hamda har bir namozga yuyinishni buyurgan. Bu jihatda nurg'un ixtiloflar bor. Chunki keyingi hadislarda masalan har namozda tarat qilishni buyurgan. Demak, yuyinish vojibmi, vojib emasmi yoki yuyinmamdi, yoki tarat aslam kifoya qilamdi degandek masalalar haqida xilma-xil hadislar orasidagi jug'langandan keyingi ifodalarga qarab o'xshamagan fikrlar fiqh mazmunlar o'tirib kelib chiqdi. Demak, bu umuman elbetqa vaqtida yuyinish imkoniyat bo'lgan ahvol ostida, ziyon qilmagan ahvol ostida yuyinish yaxshi. Bo'lmasa, har namozga tarat qilib namoz o'qishi bu muqarrar. Sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.